shayton unga alohida ig'vo qiladi. O, kechagina g'aflatda eding, endi bugun qayoqqa ketyapsan? Bo'lar ish bo'lgan. Uringaning hammasi behuda. Yo'q narsaga urinmaginda mana shu boridan bu dunyoda bo'lsa ham foydalanib qolgin. Shahvatingni qayoqqa yo'qotasan? O'rganib ketding. Butun bosh iymon sho'ng'ib ketgansan bunga. Uni o'zgartirish mumkin emas. Qanaqa qilib o'zgartirasan? Umringni shuncha yilini shahvatda o'tkazding. Hammasi sening tanangga singib ketgan. Endi bugun kelib bir og'iz tavba qildim degan so'z bilan qutulib qolaman deyapsanmi? deb ig'vo qiladi. Ana o'sha g'ofil yurganlar. G'ofil degani eng muhim narsani unutib qo'ygan degani. Shariatga yurmagan, ibodatda yurmaganlarni g'ofil banda deydi. Chunki Allohni unutib qo'ygan u. Shariatni unutib qo'ygan. O'zini bandaligini unutib qo'ygan. Ibodat qilishligini unutib qo'ygan. Bu dunyoda yaxshilik qilib yashash kerakligini unutib qo'ygan odamlarni g'ofil deydi. Hamma yaxshilikni unutgan. İnsanlarga yaxshilik qilishni unutgan. O'simlik olamiga, hayvonot olamiga, jamoat olamiga, butun dunyoga yaxshilikni unutib qo'yganni g'ofil deyiladi. Shahvatiga berilgan degani, shahvat degani o'zi nafs moyil bo'lgan narsa degani. Ya'ni havoyi nafs, insonni hayvoniy nafsi demak intilib turgan narsani shahvat deyiladi. Bizda jins ma'nodagi narsani shahvat deb o'rganib qolganmiz. O'zi aslida ana insonni nafsi nimani tusasa shu shahvat bo'ladi. Buni ovqatga nisbatan ishtiho deb ishlashadi. Ishtiho degani ham shahvat degani. Ya'ni ovqat yeb lazzatlanishni xohlashni, ovqatni shahvati deyiladi. Jins shahvati, mol dunyo shahvati, obro' mansab shahvati, shuhratparastlik shahvati, shahvatlar ko'p. Ana shaytonning ig'vosiga uchganlar bu yog'ini qo'yib, g'ofil bo'lib, g'ofillikdan shahvatga berilish kelib chiqadida, ana ham g'ofil, ham shahvatga berilgan banda bo'lib, shaytonning ig'vosiga uchib yuradi.